Bugungi videoda biz mashhur model Chevrolet Cobalt haqida batafsil gaplashamiz. Ushbu model O'zbekistonda juda keng tarqalgan bo'lib, kundalik hayot uchun qulayligi va ishonchliligi bilan tanilgan. Ko'pchilik uni oilaviy foydalanish, shahar ichida harakatlanish va hatto uzoq masofalarga safar qilish uchun tanlaydi. Endi keling, uning tashqi ko'rinishi, texnologiyasi, amaliy jihatlari va harakatlanish imkoniyatlarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Avvalo tashqi ko'rinish haqida. Chevrolet Cobalt sodda, ammo zamonaviy uslubga ega. Old qismida keng panjara va yirik chiroqlar joylashgan bo'lib, ular modelga jiddiy va ishonchli qiyofa beradi. Kuzov chiziqlari silliq va oddiy, ortiqcha bezaklarsiz ishlangan. Bu esa uni vaqt o'tishi bilan ham eskirmaydigan ko'rinishda saqlaydi. Yon tomondan qaraganda proporsiyalar muvozanatli, orqa qismi esa keng va amaliy ko'rinadi. Umuman olganda, dizayn jihatidan u ortiqcha dabdabasiz, lekin o'z segmentida ancha jozibador hisoblanadi. Ichki makoniga o'tsak, salon kengligi bilan ajralib turadi. Old va orqa o'rindiqlarda o'tirgan yo'lovchilar uchun yetarli joy mavjud. Ayniqsa orqa qatordagi oyoq uchun joy ko'pchilikni hayratda qoldiradi. Panel joylashuvi oddiy va tushunarli. Barcha tugmalar haydovchiga yaqin joylashtirilgan, bu esa boshqaruvni osonlashtiradi. Materiallar sifati o'rtacha darajada, ammo mustahkam va uzoq muddat xizmat qiladi. Texnologiya masalasiga to'xtalsak, Chevrolet Cobalt zamonaviy qulayliklar bilan ta'minlangan. Multimedia tizimi sensorli ekran orqali boshqariladi. Bluetooth orqali telefonni ulash, musiqa tinglash va qo'ng'iroqlarga javob berish mumkin. Ba'zi versiyalarda rul boshqaruvi tugmalari ham mavjud bo'lib, ular yordamida ovoz balandligini yoki trekni almashtirish mumkin. Konditsioner tizimi tez va samarali ishlaydi. Bu esa yozning issiq kunlarida katta ahamiyatga ega. Xavfsizlik bo'yicha esa old havo yostiqchalari va ABS tizimi mavjud. Amaliy jihatlari haqida gapirganda, ushbu modelning eng katta ustunlik